Sizningcha, tarixdagi eng katta imperiya Chingizxonnikimi? Aslida yo'q. Dunyo tarixidagi eng katta imperiya Britaniya imperiyasi bo'lib, yer quruqligining qariyb chorak qismini egallagan. 20-asr boshlarida uning hududi 35 million kvadrat kilometrdan oshgan. Britaniya hukmronligi ostida Hindiston, Kanada, Avstraliya, Misr va Afrikaning ko'plab hududlari bo'lgan. O'sha davrda dunyoda aholining har 4 kishidan biri Britaniya imperiyasi tarkibida yashagan. Shuning uchun ham Britaniya imperiyasida quyosh hech qachon botmaydi degan mashhur ibora paydo bo'lgan. Chunki imperiya shu qadar katta ediki, uning bir qismi quyosh botadigan paytda boshqa qismida endigina chiqayotgan bo'lardi. Ammo quruqlikda uzluksiz joylashgan eng katta imperiya esa Chingizxon asos solgan Mo'g'ul imperiyasi edi. Sizningcha, tarixdagi eng buyuk qudratli imperiya qaysi bo'lgan? Fikringizni yozib qoldiring.